narsa o'smasdi men kelin bo'lgan vaqtimda. Men kelin keyin o'sdi. Men kelin keyin o'sdi. Rosta o'sdi-da, o'sdi-da, o'sdi deyman-da, to'g'ri? To'g'ri. Qarang, nimaga o'smagan u yerdaki? U yer xullas agar turmush o'rtog'imiz sunnat to'ylari 5 yoki 7 yoshlarda bo'lsa, 7 yoshlarida anaqa qilingan, kovlab qozon qo'yilgan ekan o'sha yerga. Tuproq quygan ekan. Endi erim hozir 22 yoshda menga uylangan bo'lsa, taxminan necha yil bo'ladi? 15 yildan hech narsa o'smas ekan. Men kelin bo'ldim. Keldim. Nimaga bu yerda hech narsa o'smayapti dedim. Ha shu 15 yildan shunaqa, ha yaxshi, buni tuprog'ini dedim, olib tashlash kerak birinchi qavatini dedim. Olib tashlash kerak buni birinchi qavatini dedim. Bu yerga boshqa tuproq nima qilish kerak? Tashlash kerak. Shunda nima qiladi? O'sadi. Shuni ham bilmaysizlarmi ichimda? Zo'r qilman-a, zo'r kelaman. Xuddi shunaqa qildik. U yerda hozir narsa o'syapti qizlar. To'g'ri, gurkirab zo'r bo'lmaydi, lekin o'sishni boshladi. Demak, biz ham mana bu yerda qum bo'lsa, bu qumni yo o'sadigan mahsulot topishimiz kerak, yoki qumni olib chiqib tashab, unumdor tuproq ekamiz. Qanday qilib unumdor tuproq ekamiz? Qiziqmi sizlarga? Qanday qilib pulga ochilamiz? Pulga ochilish formulasi bor. Birinchi o'rinda pulga ochilish uchun odam maqsadda bo'lishi kerak. Maqsadda. Maqsadsiz odamga pul kelmaydi. Sangvinik, xolilik, melanxolik, flegmatik bor. Ikkita tipga pul kelishi juda qiyin. Bu flegmatik, bu melanxolik. Ularni o'rgansangiz, juda bosiq odamlar, dunyoni suv bossa ishi yo'q, ertalab xohlagancha uxlaydi. Qiziqmas ularga. Liderlik yo'q ularda. Boylarni ko'rsangiz ham flegmatik bilan melanxolikdan juda kam boy odam chiqadi. Demak, boy bo'lmoqchimisiz? Mana u sahroingizni ozgina bo'lsa ham o'to'lanli qilmoqchimisiz? Sizlarga pul temasi qiziqmi? Kimga qiziqmas pul temasi? Maqsad pul. Xo'sh, ketaveray.